Hamma gap bu ovqatni marinovkasida. Katta shunaqa laganmi, uje pishiradigan idishimizga sov olishdan boshlaymiz. Menda laxm go'sht, piyozimizni 2 ta, qizil, yashil, sariq bolgarskiy, menda faqatgina yashil bilan sariq bo'lgan ekan. Pomidor, chesnok, marinovkasi, piyoz, qizil tomat, kefir yoki qatiq, universalniy priprava, tabga ko'ra tuz, bitta dona chesnok. Yaxshilab blender qilib tashlaymiz. Ozgina yog', blenderlangan marinovkamiz. Go'shtli taomlarda oregano ziravorini ishlatishni tavsiya qilib qolaman. O'zbekchasiga yovvoyi yalpiz, lekin hamma joyda oregano deb sotadi. Yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Hozirdan ishtaham ochilyapti. Seli chiqishi uchun birinchi ustiga pergament yopamiz. Palgada o'raymiz. Oldindan qizitilgan duxovkaga 220 gradus 45 minutga yuboramiz. Garnir uchun kartoshkamizni 3 minut suvda qaynatib olamiz. Duxovkada xrustyashi qilib pishirmoqchi bo'lsangiz, обязательно suvda qaynatib olishingiz kerak. Ozgina yog', tabiga ko'ra tuz, universalniy priprava, kukuruzniy kraxmal aralashtirib olamiz. 200 gradusda 20 minut duxovkaga yuboramiz. Buni ovozlaridan voy. Kartoshkan xrustyachiligini qaranglar. Yurishani bosib, yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Bu menga o'zgacha motivatsiya. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas, olinglar.